Yangi yil kuni jamoat joyida alkogol ichishdan ehtiyot bo'ling do'stlar. Nimaga? Chunki bu javobgarlikka sabab bo'ladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 187-moddasida aniq yozib qo'yilgan. Jamoat joylarida, xususan masalan ish joylarida, xiyobonlarda, ko'chalarda, stadionlarda, jamoat transportlarida va boshqa jamoat joylarida alkogol mahsulotini iste'mol qilish javobgarlikka sabab bo'ladi. 200 ming so'mdan ko'proq hozirgi kunda hisoblaganda jarima to'lashingizga to'g'ri kelib qoladi. Endi qayerlarda ichsa bo'ladi? Umuman ichsa bo'lmaydimi deb so'rash mumkin. Ichsa bo'ladigan joylar bor. Mana masalan alkogol mahsulotlarini shu maydalab sotadigan joylar bor, realizatsiya qiladigan. Do'konlari bor har xil. Yoki masalan bir umumiy ovqatlanish obyektlari bor, masalan barlar bo'lishi mumkin. Shunaqa joylarda bu modda bo'yicha javobgarlikka sabab bo'lmaydi. Bundan tashqari to'y, yubiley o'tkaziladigan, bayram o'tkaziladigan joylar bor. Mana shunaqa joylarni istisno qilib qo'yilgan. Ya'ni bu yerda ichsa javobgarlikka sabab bo'lmaydi. Lekin boshqa joyda, masalan mahallangizda to'rt toshni o'tirib shashlik pishirib, yuz olib bemalol o'tiraman deb o'ylasangiz, xato qilasiz. Bu huquqbuzarlik hisoblanadi.